O'rama balish haqida aniq bilaman, eshitmagansizlar. Mana shunaqa tayyorlab olamizda qiymalarini. Keyin ustiga ziravorlarni solib, tuzlarini rostlab, oldindan tayyorlab qo'yilgan xamirlarimizni, zuvolachalarni bitta-bittadan olib, qo'limiz yordamida yoyib, ustiga chochib olamiz qiymalarini. Ana bo'lmasa deymizda. Tez qilamiz. Qo'llarimiz yordamida, qo'llarimizni o'ynatib, shunaqangi burab tashlaymiz. Qo'limdan kelmaydi, qilolmayman, vaqtim yo'q deydigan odamlar ham qilib tashlaydigan, bittada o'xshataveradigan narsada bu. Yeganda ham shunaqangi maza qiladi, yeganlar. Bitta ushog'i ham qolmaydi. Shunaqa formamizga joylashtirib olamiz. Formamizga joylashtirib bo'lgandan keyin xamirdan qolgan yog'larini ham ustidan quyib yuboramiz. Tuxumlarni surib yuboramiz, ustidan sepib tashlaymiz, sedanalarni shunaqa sepib tashlaymiz. Ana bo'lmasa. Keyin testimizni shundoq olamizda. Duxovkaga bor endi dam ola qolgin deb tiqaveramiz. Duxovkadan shuni chiqaramiz, qarasangiz shunaqa hidlari bay devoradigan joyida. Qat qavatli bo'lib chiqadi. Kesganingizda yumshoqqina, do'mboqqina, qatlamali o'ramalarimizni yeb maza qilaverasizda.